Bundan ro'parasi 30 yil burun O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari va dunyodagi 3-yirik yadro arsenaliga ega bo'lgan Ukraina o'z qurollaridan voz kechgan edi. O'zbekiston deyarli hech bir shartlarsiz o'z hududidagi yadro arsenallarini Rossiya ixtiyoriga topshirdi. Ukraina esa Amerika, Angliya va Rossiyaning xavfsizlik kafolati evaziga bu ishni amalga oshirdi. Bugun Ukraina hukumati liderlari bu qarorni afsus va nadomat bilan eslamoqda. Chunki amalda memorandum befoyda bir qog'ozga aylandi. Rossiya 2014-yildan boshlab uning barcha bandlarini buzdi. Ayni memorandumni imzolagan ikkinchi yirik davlat Amerika Qo'shma Shtatlari uning prezidenti Tramp timsolida Rossiyaning harakatlarini himoya qilishga urinmoqda. Zelenskiyga uning qo'lida ko'zir kartalar yo'qligini ochiqdan-ochiq pisanda qilib, uni deyarli taslim bo'lishga undamoqda. Garchi dunyoning yirik mamlakatlari bilan imzolangan hujjat mamlakat xavfsizligini kafolatlash, ya'ni chegaralarni hurmat qilish, kuch bilan tahdid qilmaslik va tajovuz bo'lgan taqdirda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik kengashiga murojaat qilish kabi imkoniyatlarni ko'zlagan edi. Ukraina yadro qurolidan voz kechib, kafolatlangan himoya mexanizmlariga ega bo'lmadi. Bugun Budapesht memorandumi xalqaro xavfsizlikdagi asosiy xato sifatida eslanadi. Diplomatik va'dalarga ishonish oqibati mamlakatga qirg'in yetkazgan 10 yillik urushga aylandi. Hammasi qanday boshlangan edi? Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng dunyo xaritasida paydo bo'lgan yangi mustaqil davlatlar oldida ulkan strategik muammo o'z hududlarida qolgan yadro qurollari arsenaliga nisbatan qanday yo'l tutish masalasi paydo bo'ldi. Yirik davlatlar nazdida bu nafaqat milliy xavfsizlikni, balki butun global yadroviy xavfsizlik rejimini hal qiluvchi vaziyat edi. Iltuzning ushbu tahlili ikki davlat, Ukraina va O'zbekistonning mazkur murakkab jarayondagi yondashuvlarini tahlil qiladi. Ular erishgan natijalar va tanlangan yo'llar orasidagi parallellarga e'tibor qaratadi. Yadroviy meros, farqlar va umumiy qadam. Tarixiy hujjatlarda Ukraina va O'zbekiston Sovet yadroviy merosini qabul qilishda tubdan farqli pozitsiyalarda bo'lgani qayd etiladi. Ukraina dunyodagi 3-eng katta yadro arsenaliga, strategik qurollar, ballistik raketalarga ega bo'lgan davlat sifatida ajralib turardi. O'zbekiston hududida esa asosan yadro quroli bilan bog'liq bo'lgan harbiy bazalar mavjud edi. Ammo uning asosiy yadroviy merosi tinch yadroviy portlashlar dasturi bilan bog'liq bo'lib, bu portlashlar gaz quduqlaridagi avariyalarni bartaraf etish uchun amalga oshirilgan. Paradoks shundan iboratki, Markaziy Osiyo hududidan Rossiya tinch yadroviy portlashlar qabilidagi doimiy sinovlarni amalga oshirishda foydalangan. Bu esa turli manbalarda global ekologik halokatlar, jumladan Orol dengizining quritilishiga olib kelgani bildiriladi. Ukraina hududida esa harbiy sohada qo'llanilishi ko'zlangan ballistik raketalar, yadro arsenallari saqlangan. Ikkala davlat ham mustaqillikning dastlabki yillarida yadro qurolidan voz kechish va yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga qo'shilish yo'lini tanladi. Bu qaror Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro hamjamiyat tomonidan olqishlandi, chunki u global xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qilgani iddao qilinadi. Semipalatinsk shartnomasi. Yadro qurollaridan hech bir shartlarsiz voz kechish. O'zbekistonning yadro qurolidan voz kechish jarayoni nisbatan tez va siyosiy jihatdan kamroq dramatizm bilan kechgani aytiladi. 1992-yilning 7-mayida Prezident Islom Karimov qarori bilan mamlakat YKTShga qo'shilgan va rasman yadroviy bo'lmagan davlat maqomini olgan. Hududda joylashgan sobiq Sovet yadroviy kallaklari va strategik obyektlar Rossiyaga olib ketilgan. Keyinchalik 2006-yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston bilan qo'shilib, birgalikda Markaziy Osiyoda yadro qurolidan xoli zona yaratish to'g'risidagi shartnomani imzolagan. Va bu qaror mintaqadagi barcha davlatlarning yadroviy xavfsizlikka bo'lgan umumiy sadoqatini anglatadi, deyiladi rasmiy hujjatlarda. Ma'lum bo'ladiki, O'zbekiston hech bir qarshiliksiz va evaziga hech narsa so'ramasdan o'z hududidagi yadro kallaklarini Rossiya ixtiyoriga bergan.
Uning tanlagan yo'li xavfsizlik kafolatlarini shartnoma shaklida emas, balki mintaqaviy hamkorlik doirasida mustahkamlashga qaratilgani aytiladi. Garchi O'zbekiston yadro arsenali evaziga o'z hududida yillar davomida tinch yadroviy portlashlar o'tkazib kelgan, Rossiyadan buning oqibatlarini tugatish uchun katta tovon puli undirishi lozim edi. Ukraina Budapesht memorandumi va xavfsizlik kafolatlari. Markaziy Osiyo davlatlaridan farqli Ukraina o'zining strategik qurollardan voz kechish evaziga xalqaro xavfsizlik kafolatlarini olishni talab qildi. Bu jarayon 1994-yil 5-dekabrda imzolangan Budapesht memorandumi bilan yakunlandi. Asosiy kelishuvga asosan G'arb davlatlari va Rossiya tomonidan kafolatlangan xavfsizlik bitimiga ko'ra Ukraina yadro arsenalidan voz kechdi. Kelishuvga ko'ra kafolat beruvchi davlatlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Rossiya Ukraina mustaqilligi, suvereniteti va mavjud chegaralarini hurmat qilishga va ularga qarshi kuch ishlatmaslikka va'da berdi. Budapesht memorandumi Ukraina uchun xavfsizlik kafolati bo'lishi kerak edi. Biroq Rossiya Federatsiyasi 2014-yildan boshlab o'z majburiyatlarini buzib, ushbu xalqaro hujjatning amaliy ahamiyatini shubhaga qo'ydi. Bu holat barcha yadroviy qurollardan voz kechgan davlatlarning xavfsizlik kafolatlari bo'yicha ishonchini so'ndirgan global pretsedentga aylandi. Parallellar va xulosa. Ikkala davlat ham yadroviy merosga ega bo'lgan va mustaqillikning dastlabki yillarida o'z ixtiyori bilan yadro qurolidan voz kechgan, yiqitishiga qo'shilgan. Ular global tinchlik va xavfsizlikni ustuvor vazifa deb bilishgan. Asosiy farq esa ularning xavfsizlik kafolatlarini mustahkamlashga yondashuvida. O'zbekiston mintaqaviy formatga va umumiy tartib-qoidalarga tayangan. Ukraina esa bevosita yirik yadroviy davlatlarning shaxsiy kafolatlariga, Budapesht memorandumiga tayanib, oxir-oqibat bu kafolatlar siyosiy inqiroz oldida zaif bo'lib chiqqanini ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, Ukraina misolida yadroviy arsenaldan voz kechish evaziga berilgan xalqaro kafolatlar puch qog'ozga aylandi. O'zbekistonning yo'li esa rasmiy hujjatlarda muhrlanganidek yadroviy xavfsizlikni ta'minlashda mintaqaviy konsensusga amal qilib, yiqitishining asosiy tizilmalariga sodiq qolganini anglatdi. Har ikkala holatda ham global miqyosda yadro quroli tarqalmasligini ta'minlash bo'yicha xalqaro huquqiy mexanizmlarni doimiy ravishda kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi. Garchi yadroviy xavfsizlik uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya oldiga shartlar qo'ygan Ukraina urush girdobiga tortildi. O'z sadoqatini izhor qilib, Rossiya hisobiga o'z meroslaridan voz kechgan O'zbekiston esa teshik tog'ara, singan taqa va sovetlarning siniq yog'och pullari bilan qoldi.